Klassik obraz bu nafosat va soddalik uyg'unlashgan go'zallik demakdir. Bu stilda pardoz tabiiy chiroyga urg'u berishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunda yorqin ranglar va keskin chiziqlardan qochiladi. Klassik uslubda pardoz yengil va tabiiy ko'rinishi kerak. Hozir men sizlarga shunday pardozni qanday qilishni ko'rsatib beraman. Bu pardozni kundalik ish va o'qishga borish uchun ham qilsangiz bo'ladi. Faqat kosmetikalarni kamroq ishlating. Xo'p. O'zi shundoq ham klassik pardozda kosmetika kam ishlatiladi. Ko'zdagi chiziqlar tabiiy ko'rinishi uchun to'q rangli tendan foydalanamiz. Qalam surtish shart emas. Pardozda eng qiyini lab bo'yog'ining obrazga mos rangini tanlash. Bu borada muhim 3 ta tavsiya. Birinchisi, Kundalik obraz uchun jigarrang, shokolad va nude ranglar to'g'ri keladi. Klassik va jiddiy obraz uchun esa yorqin bo'lmagan och rangdagi lab bo'yoqlari mos keladi. Dilfuza, 3-tavsiyani aytmadingiz-ku? Ha, aytgancha. Oqshom obrazlari uchun esa yorqin, qizg'ish rangdagi lab bo'yoqlari tavsiya qilinadi. Mana yengilgina klassik obrazimiz tayyor. klassik pardoz har qanday vaziyatga mos keladi. Turli tadbirlarga ham, kundalik hayotga ham. U ayolga nafislik, ishonch va did bilan ajralib turish imkonini beradi. Stilistimiz yaratgan yakuniy obrazni ko'ramiz.